Bismillahirrohmanirrohim. Hop, ikkinchi mashg'imizni tarjima qilib beramiz. Bu kursi. Hada kursiyun. Bu degani hada kursiyun. Kursi ya'ni. Hada kursiyun. Bu stol. Bu hada stol maktab. Ya'ni maktabun. Jumla qilib tarjima qilsak, hada maktabun. Bu nima? Bu degani hada nima? Ma. Endi qaranglar, daftar kelyapti. Daftar lug'atda kurrosatun kelgan. Kurrosatunni ishlatsak, demak hadani ham muannas shaklda beramiz. Ya'ni ma hadihi. Bu nima degani? Daftar kurrosatun. Ma hadihi kurrosatun. Bu nima? Kursi. Endi bu nima degan keyingi savolga kursi deb javob berilyapti. Kursi muzakkar, ya'ni kursiyun muzakkar shaklda kelyapti. Endi hadani muzakkar shaklda beraveramiz. Ya'ni ma hada kursiyun bo'ladi. O'qituvchi qayerda? Aynal muallimu. O'qituvchini alif lam bilan beramiz. Ayna muallimun demaymiz. Aynal muallimu. Maktabda. Fil madrasati. Madrasatuni ham nima qilamiz? Alif lam bilan beramiz. Ya'ni tanvin bilan nakra holatda berib qo'ymaymiz. Ya'ni madrasatun demaymiz. yoki fi madrasatin demaymiz. Va fi bilan kelganligi uchun fidan keyingi keladigan nimalar, ismlar oxiri kasralik holatda keladi. Ya'ni bu arab tili istilohida jar holatda deb yuritiladi. Ya'ni maktabda degani fil madrasati bo'ladi. O'quvchi yozyapti. At-tilmizu yaktubu. O'quvchi at-tilmiz yozyapti yaktubu. At-tilmizu yaktubu. O'quvchi darsni o'qiyapti. O'quvchi at-tilmiz keyin at-tilmiz bo'lgandan keyin fe'lni beramiz. Fe'ldan keyin darsni beramiz. Ya'ni o'quvchi at-tilmiz darsni ad-darsa bo'ladi, o'qiyapti yaqra'u bo'ladi. Buni jumla holatda bersak, at-tilmizu yaqra'u ad-darsa. Daftarni ol. Khuzil kurrosata. Ol khuz daftar, ya'ni al-kurrosa. Khuzil kurrosata. Daftarni deganligi uchun mana kurrosatunni oxirini fathali qilib beramiz. Khuzil kurrosata bo'ladi. Stol qayerda? Aynal maktabu. Qayerda ayna? Stol bu maktab. Aynal maktabu. Bu yerda. Huna. Abdurrahmon darsni o'qiyapti. Abdurrahman yaqra'u darsa. O'qiyaptini birinchi, ya'ni ismdan keyin Abdurrahmondan keyin yaqra'uni zikr qilamiz, keyin darsni aytamiz. Abdurrahman yaqra'u darsa. Abdurrahmon yozyapti. Abdurrahman yaktubu. Abdulloh qayerda? Ayna Abdulloh. Ayna Abdulloh. Abdulloh, ya'ni bu ism bo'lganligi uchun alif lam olmaydi. Ya'ni aynal Abdulloh demaymiz. Ya'ni al Abdulloh deyilmaydi. Abdulloh bo'ladi. Mana shu joyiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ayna Abdulloh sinfda darsni o'qiyapti. Xo'p. Buni yaqra'u, ya'ni o'qiyaptini birinchi aytib, keyin sinfda aytsak bo'ladi. Yoki birinchi sinfda turib, keyin darsni o'qiyapti desak bo'ladi. Ya'ni fil fasli yaqra'u darsa bo'ladi. Fil fasli sinfda o'qiyapti yaqra'u darsni ad-darsa bo'ladi. To'lig'i Abdulloh qayerda? Ayna Abdulloh sinfda darsni o'qiyapti. Fil fasli yaqra'u darsa. Latta qayerda? Ya'ni doska artgich nazarda tutilyapti bu yerda. Aynal mimsahatu deymiz. Aynal mimsahatu. Bu yerda huna o'chirg'ich qayerda? Endi bu yerda o'chirg'ich, ya'ni doska artgich emas, rezinka o'chirg'ich nazarda tutilyapti. Aynal mimhatu deymiz. Aynal mimhatu. U yerda hunaka. Hop, buguncha ikkinchi mashg'imiz shuni o'zi. Qolgan darslarda inshaalloh ko'rishguncha
Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.